Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum, qadrli birodar va opa-singillar. Mana eshitganimizdek, Qirg'izistonning janubiy qismidagi notinchlik tufayli musulmon insonlar aziyat chekmoqdalar. Men o'zbek hamda qirg'iz musulmonlarini nazarda tutmoqdaman. Sodir bo'layotgan hodisa sabablarining murakkabligi o'laroq hammani duo qilishga chaqiraman. Aziz mu'minlar va musulmonlar, keling birgalikda duoga qo'l ochaylik. Nafaqat Qirg'iziston, jamiki Afg'oniston, Falastin, Checheniston, Pokistondagi Eron, Iroq musulmonlari uchun duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo bizni bu dunyoga imtihon qilish uchungina tushirgan. Buni unutmaylik. Hayotimizni savob bilan to'ldiraylik va axiri jannatga erishaylik musulmonlar. Dunyoviy narsalarga chalg'imang. Hamma narsa Allohga tegishli. Allohdan so'rang. Faqatgina Allohga murojaat qiling. Yordamni Alloh beradi. Faqat yordamni Allohdan so'rang. Alloh sizga Qur'onda buyurgan amallarni bajaring. O'shandagina baxtli bo'lursiz. Allohni tunning oxirgi 1/3 qismining qaysidir bir soatida birinchi osmongacha kelishi alhamdulillah bizga ayon. Qiyamul laylni bajaring. Ya'ni shu tun qismida uyqudan uyg'oning va Allohdan duo orqali to'g'ri yo'lga boshlashini va musulmonlarga madad berishini so'rang. Qanchadan qancha musulmonlar bu otishmalardan halok bo'lishdi. Ularni va bizni gunohimizni Alloh subhanahu va taolo kechirsin. Hammamiz Allohnikimiz va Allohga qaytamiz. Lekin nohaqlik qilganlar albatta jazosini oladilar. Bir kuni Salama Muhammad sallallohu alayhi vasallam yoniga kelib, Abu Salamaning vafot etganligi haqidagi xabarni beradi. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "O'tganlar va bemorlarni ko'rgani borganinglarda ular haqidagi yaxshi gaplarni gapiringlar. Chunki har gapingizga farishtalar amin deydilar." Bu Abu Davud va Muslim tomonidan berilgan hadisdir. Bu qirg'iz, bu o'zbek, bu afg'on, bu arab degan ayrishlarni bas qilaylik musulmonlar. Bir-birimizga opa-singillarmiz, aka-ukalarmiz, musulmonlar, mo'minlar. Buni Muhammad sallallohu alayhi vasallam ta'kidlaganlar. Agar ikki musulmon bir-birini o'ldirishga niyat qilsa, ikkovi ham jahannamga tushishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oydin qilib aytib o'tganlar. Keling musulmonlar, millatimiz uchun emas, millatimizga emas, dinimizga bag'ishlaylik o'zimizni. Qirg'iz, o'zbek, tojik, afg'on, arab hammamiz musulmonlarmiz. O'shandagina birlashamiz. Biz dunyoga o'rnak bo'lishimiz kerak. Buni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytib o'tgan. Gaplarimni diqqat bilan tinglang. Mo'minlar, musulmonlar, bas qilaylik bir-birimizni qiynashni. Islomga qayting. Islomga qayting. Uzoqlashib ketdingiz. Aziz musulmon xalqim, o'zbegim, islomga qayting. Yoki Alloh hamma fayz va barakani olib qo'yadi. Men sizga so'z beraman. Alloh shohid, islomni qattiq ushlang. Baxtli bo'lasiz. 49-oyat 13-surada Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi." Biz sizlarni bir-biringiz bilan tanishishingiz uchungina qabila va xalqlar qilib qo'ydik. Shoyatki Allohning huzurida hurmatliligingiz eng taqvodoringizdir. Ashhadu an la ilaha anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.